Aka niyat qilaman, mana shu videoni ko'rib turgan barcha inson jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Amin. Amin deb turing aka. Amin. Mana shu videoni ko'rayotgan inson zurriyotidan Baytullohda bo'lajak imomlar. Amin. Qarang aka, siz qaysi davlat fuqarosiz? Men Qirg'iziston fuqarosiman. Men Rossiyadan keldim. Ulan Uday degan shahridan. Respublika bo'lyapti, Gorod Ulan Uday. Qarab gapiramiz. Bemalol kelib ziyoratlar qilsa bo'lar ekanmi? Alhamdulillah, Allohga behisob shukronalar qilamiz. Allohga shukr. Sababchisiz shu yerlarga mana kelib, shundoq qilib ibodatlar qilishimizga barchalarning nomidan sizlarga juda katta rahmat aytamiz. Sizlar sababli mana shu yerlarda ibodatlarni qilib, nima qilib yuribmiz. Allohga shukr. Allohim barchalarimizni gunohlarimiz ketirilgan holatda bu dunyodan Allohim ketar mahalimizda dilimizdan kalima shahodatni aytib ketishlikka barchamizga nasib qilsin. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh va ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu rasululloh ketishlikka nasib qilsin. Aka qarang, birinchi marta Ka'bani ko'rganingizda yuragingiz o'rtanib ketdi. Oy, yig'lab Allohdan so'ranib duolar qilib nima qildik. Allohga behisob shukr qilamiz. Allohga shukr. Unaqa hayajon bo'lmasa kerak. Va umuman bo'lmagan unaqa hayajon. Siz aytgandek, siz nima qilgandek Ka'batullohga shunday qilib kirdik-ku, pastga qarab kirib ko'taringlar kallalar dedik. Shunday ko'riblar. Yuraklarimiz shunaqa bir titroq bo'lib yig'lamlar keldi. Shunaqa Allohga shukr qilamiz Allohim. Yetkazganiga shukr. Alloh rozi bo'lsin. Do'stim, siz ham Rossiyadan turib Allohning baytiga kelmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatilayotgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston nomerlarimizga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Ishonarli ekan, ish qilib. Ishonarli, alhamdulillah, Allohga shukr. Sog' bo'lasizlar. Hammalarni chaqiramiz shu yerlarga. Salomon kelib duo qilinglar.